Assalomu alaykum. Men Omonboyeva Ruxshona Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti 2-bosqich talabasiman. Mavzumiz Sharq allomalarining pedagogik qarashlari. Birinchi rejamiz Sharq pedagogikasining shakllanish manbalari va qadimgi davr ta'limiy qarashlari. Ikkinchi rejamiz 9-15 asrlarda Sharq uyg'onish davri allomalari pedagogik merosi. Uchinchi rejamiz keyingi asrlarda Sharq mutafakkirlari pedagogik qarashlarining davomiyligi. Bugungi mavzumizda Sharq renessansi deb nom olgan 9-15 asrlar Markaziy Osiyoda didaktik madaniyat eng yuqori darajalarda rivojlangan bo'lib, bunda allomalarimiz Bayt-ul-Hikma Ma'ruf uyi deb nom olgan allomalarimizdan Farabiy pedagogik g'oyalarini, ta'lim, tarbiya haqidagi ta'limotini o'rganib chiqishda shaxs xislatlari haqidagi falsafiy g'oyalari nihoyat asos hisoblanadi. Farabiy o'zining falsafiy g'oyalarida odamning tashqi ko'rinishini, ruhiyatini, madaniy hamda ma'naviy olamini o'rganib chiqqanligi ko'rsatib o'tiladi. Abu Rayhon Biruniy ilmiy, umumiy insoniy qadriyatlarni o'rganishning kaliti ekanligini alohida aytib o'tadi. Ilmli odam jamiyat taqdiri, insonlar taqdiri uchun kurashuvchan, hamma yomonliklardan uzoqdir. Ilm foydasi ochko'zlik bilan oltin kumush jamg'arish uchun bo'lmay, balki orqali shaxs uchun zarur narsalarga ega bo'lishdir deb aytadi. Mirzo Ulug'bek 1394-1449 yillarda yashab ijod qilgan olim hisoblanib, Samarqanddagi faoliyati 14-15 asrlarni o'z ichiga oladi. U yerda madrasalar faoliyat yuritadi. Mirzo Ulug'bek Samarqandning hukmdori bo'lishi bilan birga astronom, matematik hamda tarixchi sifatida umumiy dunyoga mashhur hisoblanadi. O'zbek pedagogi Abdulla Avloniy 1878-1934 yillarda ijod qilgan bo'lib, o'zining Turkiy Guliston yoxud Axloq nomli asarida bilim bizning aqlimizni hamda bizning xotiramizni qilich kabi o'tkir qiladi. Ilm fanini egallash taraqqiyot yo'lida bizning olg'a qadam tashlashimiz shartdir deydi. Ilmsiz odam bu mehnatsiz daraxt, ya'ni hosilsiz daraxt kabiga o'xshatiladi.